Shirin, showroomimizga bugun mana bunaqa rang-barang chiroyli lolalar keldi. Sizga qaysi bir rang ko'proq yoqdi? Menga ko'proq qizil rangi yoqdi. Sizga qaysi biri yoqdi? Menga mana bu sarig'i yoqdi. Shunaqa sariq rangli jakardi rezinka zakaz bersa qilib bera olamizmi? Qilib bera olamiz. Qizilidan ham, sarig'idan ham jakardi rezinka qilib bera olamiz. Shu sariq va qizil ranglarda iplarimiz bormi? Hozir shu qizil va sariq gullarni olamiz, birga rang tanlagani chiqamiz. Qani oldik bo'lmasam. Keling Shirin. Bu yerda mana Limax kompaniyasini ko'pinelon iplarini chiroyli qilib rang gamma qilib taxlab qo'yganmiz. Shu ranglarni hozir birgalikda tanlaymiz. O'zim tanlasam maylimi? Marhamat, tanlang. Voy, bu ranglar ham juda ko'p ekan. Tanlash oson bo'lmaydi. Qizil rangni ham turi juda ham ko'p ekan. Bu rang tushadi. Endi sariq rangini tanlaymiz. Mana shu rang tushadi. Shirin, to'g'ri ranglarni tanladingiz. Endi bu ranglarni olamiz. Shirin, bu ranglardan faqat jakardi rezinka emas, manjet, yoqalar, shnurlar va shunga o'xshagan boshqa aksessuarlarni ham ishlab chiqarish mumkin. Tushunarli. Men qo'ygan ranglarni ham bitta solishtirib ko'raman. Bo'ladi.